Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz Fatiha suresinin hususiyeti doğrusida. Hammalarga ma'lumki, Fatiha suresi Qur'oni Karimninki 5-dagi sura bo'lib, bu Qur'oni Karimning boshlanishidir. Fatiha suresi bo'lsa Qur'oni Karimga kirishning kimligi yoki pasporti. Qur'oni Karimda nozil bo'lgan 5-sura. Qur'oni Karimning manbai va asosi. Qur'oni Karimdagi eng katta sura. Qur'oni Karim Fatiha suresi bilan boshlanadi. Hijr suresida Fatiha to'g'risida mundaq oyat bayon qilingan. Oyatning qisqacha tarjimasi: namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana nozil qildik. Ya'ni Fatiha suresi namozda takrorlanib turadigan 7 oyatlik sura. Fatiha suresi har kuni farz namozda 17 qitim takror o'qiladi. Fatiha suresi Qur'onning ma'nisining hammasini o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning umumiy nishoni bu suraga joylashgan. Chunki Qur'oni Karim aqida, ibodat, muomalat yoki hayot prinsipini o'z ichiga olgan. Aqida bo'lsa Fatiha surasining avvali, ibodat bo'lsa iyyaka na'budu, hayot prinsipi ihdinas siratal mustaqim oyatning oxirigacha. Allah Taala bandalarga 104 kitob nozil qildi. O kitoblarning hammasini Tavrat, İncil ve Kur'an'ı topladı. Kur'an-ı Kerim'ni bolsa Fatiha suresiga topladı. Fatiha suresi bolsa bunu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'ga mücessemleştirdi. Kur'an'daki hamma sure Fatiha suresini tefsir kıldı. Fatiha suresi tövendeki noktalarını öz içine aldı. Birinci, hayatlık nimetleri. İkinci, ihlas. Üçüncü, yaxşılarga hemrah buluş. Dördüncü, Allah'ın güzel isimlerini esleş. Beşinci, doğru yolda buluş. Altıncı, rahmet. Yedinci, ahiret. Sekizinci, dünya. Dokuzuncu, bir ümmet buluş. Onuncu, Allah Teala bilen qandaq muamele qilish. Fatiha suresinin 20 İyyâke na'budugacha Allah'ını maqtash, madilashdan ibaret bolsa, qolgan 20 Allah'a dua qilishdir. Fatiha suresininki harflari Allah'ını madilash bilan Allah'a dua qilishga taqsim qilinguchidir. Bu surening Fatiha deb atalishi bu Qur'onning ochquchi. Qur'ondagi hamma surening ochquchi va u sura sizni Qur'ondagi hamma suraga boshlaydi. Fatiha suresi hamma suraga ulindigan bo'lib, Fatiha suresini Qur'ondagi har bir suraning oldiga qo'ysa, uning ma'nosi shu suraga munosib keladi. Fatiha suresinin Baqara suresi ve Ali İmran suresi bilen bo'lgan aloqasi, Fatiha suresida bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in deb kelsa, Baqara suresida bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q, u taqvodorlarga yetakchidir deb kelgan. Fatiha suresinin oxirida g'azibinga yo'liqqanlarning va azg'allarning yo'liga emas, sen in'am qilganlarning yo'liga boshlag'in deb kelgan bo'lsa, Baqara suresida Allah'ın g'azibiga yo'liqmagan kishilar tushuntirilgan. Ali İmran suresida izib ketmagan kishilar tushuntirilgan. Fatiha suresida Ar-Rahmanir-Rahim degan oyat 2 qitim takrorlangan. Bunun sebebi gerçi dünya Allah'ın rahmeti bilen tursumu, Allah'ın rahmetinin dünya ahiretini öz içine alıdığanlığını bildiriştir. Fatiha suresinin evveli cimi hamdü sana alemlerinin perverdigarı Allah'a xastır deb başlangan. Qur'oni Karimning en ahirki ayeti kişilerinin dillerinde vesves kılgıcı cillardan ve insanlardan bulgan yoşurun şeytanın vesvesinin şerrinden fanah tileymen deb ahirlaşkan. Bunundan Qur'oni Karimning yalğız insanlarga emas, belki bütün alemge nazil qilinganligi ifodalandi. Fatiha suresi gunna, idgam qatarlıq tecvid qoidalaridan xoli bo'lganligi uchun bu surani yod qilmoq oson bo'ladi. Fatiha suresi intayin ulug' sura bo'lib, biz buni
kuniga 17 qitim farz namozni takrorlaymiz. Eningdan boshqa sunnat, nafla, kechilik namoz qatorliq namozlarni qatqanda kuniga 50 qitim o'qiymiz. Biz bu surani o'qigan ekanmiz, cho'qim bu suraninki xususiyatlari, ma'nisini tushunishimiz, o'zimizning har kunda 50 necha qitim Alloh subhanahu va taolaning oldida turib, bu surani o'qish orqali Allohni madilab, Allohga iltijo qilib, to'g'ri yo'lda bo'lishni tilaydiganligimizni esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Allohning ne'matlariga erishgan, Allohning g'azabiga uchirmagan, to'g'ri yo'lda bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.